Sen nimaga kelib meni sharmanda qilasan ishxonamda? Men sizni sharmanda qilayotganim yo'q hali. Men sizga ovqat olib keldim. Qopxonamda yesam bo'ladi-ku, shuni shu. Nima farqi bor? Men qattiq xohlasam shu deysiz. Atinam shu rayhonni oldida yediraman. Bo'ldi, qo'y, menga qara. Yur, ketdik. Hali u bilan ham son-zeki o'ynaganmisiz? Birinchidan zonzoziki emas, dondonziki. Nima farqi bor? Qoshiq olib keldim. Qani suriling. Sig'maysiz, u qayerda tizzamda o'tirasizmi? Mumkinmi? Mayli, o'tira qoling. Xo'sh, hozir oshingizdan tatib ko'ramiz. Ey, bu sizga emas. Erimga bu. Ey. Bir kishilik bu. Ey. Sizlar yosh bolamisiz-lar? Ber. Nima berar ekanman? Oyjon sizga deb berdilar. Birinchidan bu bir kishilik. Voy, bo'ldi. To'ydim. Rahmat. Oling. Mana, zaharingizga yeng. Ha, undan keyin ogohlantiraman. Meni erimga kechasi telefon qilmang. Keyingi safar xafa qilaman.